O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 27-noyabrdagi 622-sonli qarori bilan oilaviy mehmon uylari, hostellar, o'tovli va chodirli oromgohlar faoliyatini tashkil etish to'g'risida nizom tasdiqlangan. Mazkur nizomga ko'ra, mehmon uylari, hostellar, o'tovli va chodirli oromgohlar faoliyati ularni Turizm qo'mitasi tomonidan yuritiladigan reyestrga kiritish va reyestrdan ko'chirma berish orqali tashkil etiladi. Mehmon uylari faoliyatini tashkil etishda tegishli sharoitlar yaratilgan bo'lishi lozim. Shuningdek, qaror bilan mehmon uylari, hostellar, o'tovli va chodirli oromgohlarni reyestrga kiritish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti ham tasdiqlandi. Bunda mehmon uyi, hostel, o'tovli va chodirli oromgoh faoliyatini tashkil etish istagini bildirgan shaxs, ya'ni ariza beruvchi, davlat xizmatlaridan foydalanish uchun Davlat xizmatlari markaziga shaxsan o'zi borgan holda ariza berishi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni my.gov.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tadi. So'rovnoma to'ldirib, unga tegishli hujjatlar ilova qilinadi. Turizm qo'mitasining hududiy bo'linmalari hujjatlarni olgan kundan boshlab 3 ish kuni ichida ko'rib chiqadi hamda o'rganish natijasi yuzasidan tegishli da'vatnoma rasmiylashtiriladi. Bunda davlat xizmatlari bepul asosda ko'rsatiladi.